Hamza, kun salpali isib ketganiga ko'pchilik lyon kiyyaptimi уже, o'zing ham kiyyapsan shunaqasidan. Da aka, уже boshlashdi Leon ko'ylagi kiyishni. O'zingiz kiyib ko'rganmisiz? Yo'q, to'g'risi men shu eshitganman ko'p birovlardan mana shu tez g'ijim bo'ladi, yuzga kirishib ketadi, dazmol olmaydi deganini eshitib, to'g'risi ko'nglim bo'lmayapti bu material. Siz minus taraflarini eshitgan ekansiz-da, o'zi plus taraflarini eshitsangiz, minus tarafi esdan chiqarib yuborasiz. Zo'r ko'ylak bu, tavsiya qilib qolaman. Yengil, havo o'tkazadi, tanani 5-6 gradusda muzeyroq ushlaydi. Mazza qilib kiyasiz. Bitta kiyib ko'rishingiz kerak buni. Hop, dazmol olmasligiga qanaqa yechim bor? Nam holatda dazmollaysiz, bu shundoq qilib tushib ketadi hajmlar. Yuzi kirishib ketishadi deyishligicha. Notor yuvib qo'ysangiz, to'g'ri, kirishib ketishi mumkin. Buni o'zining standartlari bor. O'sha standart bo'yicha yuvsangiz, xudo xolisa rangi ham, razmeri ham o'zgarmaydi. Bitta kiyib ko'rish kerak ekan unda. Bu qaysi rangidan bering? Xilma-xildan olib kelib qo'yganmiz. Mana shu rangini. Bu razmeri bor. Mana. Mobodo velikan razmerlari ham sotuvda bor. Bo'ldi. Hamma Narxi qanaqa buni? Narxi 359 ming so'm. Xitoy mahsuloti bo'ladi. Bu. Rahmat.